Mercedes avariyaga uchrashidan atigi 1 soniya oldin kolonkalardan o'ta g'alati shuvillagan ovoz chiqishini bilasizmi? Bu qandaydir texnik nosozlik emas, balki qulog'ingizni asrab qoluvchi daho texnologiyadir. Zamonaviy mashinalarda biz hatto payqamaydigan, lekin juda muhim texnologik yechimlar juda ko'p. Bunga misol qilib Mercedesdagi PreSafe Sound tizimini aytish mumkin. Gap shundaki, avariya vaqtida xavfsizlik yostiqchasi airbag otilishi va temirning g'ijimlanishi xuddi kichik bomba portlashdek dahshatli qattiq ovoz chiqaradi. Bunday bosimdan insonning quloq pardasi yirtilib ketishi xavfi mavjud. Shunga yo'l qo'ymaslik uchun Mercedes muhandislari avtomobilga PreSafe Sound tizimini o'rnatishgan. Mashina to'qnashuvdan qochib qutulib bo'lmasligini sezgan zahoti zarbadan millisoniyalar oldin barcha dinamiklardan shu maxsus shovqinni chiqaradi. Bu shovqin quloq ichidagi mitti mushak stapediusni refleks orqali taranglashtirib, eshitish tizimini tom ma'noda qulflab qo'yadi.